بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الثاني. أردت الدرس لك إشكين قسم. الدرس الثامن والعشرون. جيجرما 8 درس. أنا بيجونك درس مزدكي أساسا نقطلق ينمك جوان جراماتيكا فعل معتل اللام leme kesel harflik pel. Tünügünkü derste, yani aldığınki derste öğrengen mazmunumuz nima etdi? Mu'tallul ayn. Ayn kesel harflik, yani nima? Ajab. Am bugun gelmoqchi bo'lganimiz leme kesel harflik, yani fa'aladagi lamni o'dirisi kesel harf kelib qolgan pel, yani naqis. Endi naqis billarning turilish ahvoli ajob billarga o'xshasa murakkabroq. Shu buni alohida bir darsda maxsus akab qo'yishlik sabab shu. Endi biz mana tushunishda tunugunga o'xshash 3 pelni, ya'ni fa'ala yaf'iludun bir pel, fa'ala yaf'uludun bir pel, fa'ala yaf'aludun bir pel o'rganamiz. Qolganlarini shu 3 pelga qiyos qilib turib, selib turib qana qilsak bo'ladi, turlab chiqarsak bo'ladi. Eng asosligi o'tgan zaman shakli, fil mudori shakli, andikin buyruq bil shakli. Pili jahat, pili nahi deganlar nimaga o'xshaydi? Buyruq bilga o'xshaydi, shundaymi? Andikin nafi deganlar nimaga o'xshaydi? Mudoriga o'xshaydi. Shu shakllarga diqqat qilsak bo'ladi, ha? 3 pilga kelgan, yani 3 babga kelgan 3 pil. Birinchisi rama yarmi. Fa'ala yaf'ilu babidan. Ikkinchisi da'a yad'u. Fa'ala yaf'ulu babidan. Uchinchisi radiya yarda. Yani fa'ila yaf'alu babidan. Bunun da o'zgarishlarning pil mudori'ning o'zgarishiga diqqat qilg'achqa, ma'noga yarda, yad'u, andiki nima? Yarmi. Diqqat. Başını kelay. Avval ramani bir turli o'tib biray. Ham turlash oralig'ida har bir shaklni sizlar asli o'lchamiga bir solishtirib boqinglar. Nima uchun hozir holat kelib qoldi, o'ylanib boqinglar. Rama, ramaya, ramau, ramat, ramata, ramayna. Ramayta, ramaytuma, ramaytum, ramayti, ramaytuma, ramaytunna, ramaytu, ramayna. Ana buning birinchisini mulohiza qilib baqsaq, ramani fa'alaga solishtirib baqsaq o'xshamay qoldi. Shunaqa asli nima bo'lish kerakdi? Ramaya bo'lish kerakdi. Nima bo'lib rama bo'lib qolgandi? Ramayadagi yog'i zarar harakat egri o'g'ashqa olib tashlatdik, nima bo'ldi? Ramay. Shunaqa ya qanday holatda qoldi? Sakin holatda qoldi. Kesel harflar sakin holatda qolsa, oldidagi harakatga qarab turib, oldidagi harakatga qarab o'zgartirib shundaymi? Aldi zarob qalsa alifqa, pashib qalsa voga, zirob qalsa yog'i o'zgaribdi-ku. Mana oldi zavarog'achqa nima o'zgardi? Alifga o'zgarib, rama yozilishda chiqsiz yo yozildi, talaffuz qilishda nima talaffuz qildi? Alif talaffuz qildi, rama. Endi qolgan shakllarni nima? Mushun sapaqsanga bo'lmasa rama desak, fa'alu tushmaydi ekan-ku. Aslisini bo'lish kerak, rama yu bo'lish kerak deganda tasarruf qilib baqsanglar bo'ladi, salib baqinglar. İkinci pel yarmi. Buna ait addi. Aslisini bo'lish kerak, yarmiyu. Yağıp shakat egri keldi, ab tashlatdik. Nima bo'ldi? Yarmiyu oldi. Boshqa hech qanday taqozo yo'q, shundaymi? Turlab baqayli. Yarmi, yarmiyani, yarmuna, tarmi, tarmiyani, yarmina. Diqqat qilgan nuqtalarga yarmi, yarmiyani, yarmuna. Tarmi, tarmiyani, yarmina. Termi termiyani termuna, termina termiyani termina, armi narmi. Xalas. Mastar shakli ramyun yoki rimaya shundaymi? Ramyun yoki nima? Rimaya. Ism fa'il ramin. Ya'ni tanvin bilan ramin deb chiqadi. Endi bu asli nima bo'lish kerak? Fa'ilun o'lchimida ramiyun bo'lish kerak. Shundaqa yog'i qo'shakat egri keldimi? Ab tashlavatdiq. Rami oldi, shundaymi? Nima qildi? Sakin. Endi
Biz davomli so'zlab kelayotgan ismning başida alif lam bo'lmasa, cho'qim shu ism nima o'qilish kerak? Sakin o'qilish kerak. Nima? Tanvin o'qilish kerak. Shunday emasmi? Alif lam yo'q ismning keyini nima o'qilish kerak? Tanvin. Rami degan vaqtimizda bundan alif lam bormi yo'qmi? Yo'q. Cho'qim bir tanvin bormi yo'qmi? Bor. Tanvin degan nima? Desa tanvin degan sakinlik nun degan gap. Bir sakin o'zi hisobda tanvin shundami? Undaganda tanvin bir sakin bormi? Bor. Ramidagi ya bir nima? Sakin. Shunlashqa yaqin olib ketdi, tushib ketdi, ramin oldi. Agar mushada tanvin bo'lmagan bo'lsa tushib ketmam dedi, tushib ketmaydi. Dalili raminning oldiga shunda alif lamni birini qo'yib baqsaq, nima bo'ladi? Ar-rami. Ya asli keladi shundami? Xolos. Ramin, ramiyane, ramuna, ramiyatun, ramiyatane, ramiyatun. İsm mef'ul, mermiyun. Mermiyun. Bu mef'ulun ölçümüge sel düşmeye kaldı. Şundami? Aslini bo'lish kerak, mermuyun bo'lish kerak. Mermuyun. Vo'lan ya bir yerda to'plashib qoldi, shundaqmi? Bir-biriga kirgizitish uchun vo'lan ya'ni vo'ni ya'ga o'zgartirib nima bo'ldi? Marmuyun oldimi? Ya oldindan bo'lishini taqozo qiladi, sizdan bo'lishini taqozo qiladi. Shundan sirqa o'zgartirib nima bo'ldi? Marmiyun. Marmiyun, marmiyani, marmiyuna, marmiyatun, marmiyatani, marmiyatun. Tayyib. Lam yarmi. Oxiridagi mimning keyidagi ya nima ketdi? Tushib ketdi. Nimishqa tushib ketdi? Diqqat. Asli nima bo'lish kerak? Lam yarmi bo'lish kerak, shundami? Oxiri nima bo'lish kerak? Sakin. Lam yarmi deb ya harf sakin o'qilish kerak. Endi shu lam kelgan ismning o'zida bir nima bor, sakin bor. Shundaqmi? A harfning harakat ig'rikab harakatni abtajotgandan keyin u bir sakin bo'lib qoldi, shundami? Ikki sakin bo'lib qolg'achqa harf qanday ketdi, tushib ketdi. Nima bo'ldi? Lam yarmi. Lam yarmi, lam yarmiya, lam yarmu. Lam yarmi, lam yarma, lam yarmu, lam tarmi, lam tarma, lam yarmina, lam tarmi, lam tarma, lam tarmu, lam tarmit, lam tarma, lam tarmina, lam armi, lam narmi. La yarmi, yarmi bilan nima? O'xshash. Irmi. Buningdagi yana tushib ketdi desa, bayatdanga o'xshash tushib ketdi. Asli bu buyruq bilganlik uchunlab oxirida nima qilish sakin o'qish shundami? Asli irmi. Shundaqmi? Undan keyin yana o'z bir nima? Sakin qanaq qotdi? Tushkuzadigan jazma hisobda sakin alomat olsin uchun oxir qarab qanaq ketdi? Tushib ketdi. Mushu pillarda eng oson hal qilish tushunish chorasi naqs pillarning oxiridagi kesal harf sakin o'qiladigan pillarda qanday qilib ketadi? Tushib ketadi. Masalan, lam kelgan pillar sakin o'qildi shundami? Tushib ketadi. Buyruq pillar sakin o'qildi shundami? Tushib ketadi. Nahi pil nima qildi? Sakin o'qildi-ku? Tushib ketadi. Shundan bo'ldi? Irmi. Irmi, irmiya, irmu, irmi, irmiya, irmina. Undan keyin nima? Liyarmi. Bunun o'xshab tushib ketish sababi liyarmi, 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 liyarmiya, liyarmu, litarmi, litarmiya, liyarmina, liarmi, linarmi. Undan keyin nahi hozir. La tarmi, la tarmiya, la tarmu, la tarmi, la tarmiya, la tarmina, la yarmi, la yarmiya, la yarmu, la tarmi, la tarmiya, la yarmina, la armi, la narmi. Mana Rahman'ınki ummeten ahvali nima? Mushu. Undan keyin ismizdan ism makan marman, mirman. Ismi alat mirman chiqdi, ismi tafsil nima chiqdi? Arma chiqdi. Qolgan ahvolini o'ylab baqsangiz bo'ldi. Ikkinchi misol da'a, yad'u, ud'u. Shundaqmi? Buning oxiridagi vo'ninki sakin o'qilish, tushib ketish ahvoli rama bilan o'xshash. Masalan, chiqib baqaylik. Da'a da'wa, da'aw, da'at, da'ayata, da'ayna. Da'at, da'ata, da'ayna. Da'awna.
da'awta da'awtuma da'awtum da'awti da'awtuma da'awtunna da'awtu da'awna. Yani da'a asli fa'alaga uygun holda nima chiqish kerak? Da'a chiqish kerak, shundaymi? Bu harakat nima keldi? Ig'ir keldi, tashattuq, da'a bo'ldi-ku. Kisalar hep sakin oldi. Zivar yoki pashak zir bo'lib qolsa, mas holda o'zgartiriladi-ku. Zivarga mas holda nimaga o'zgartirildi? Alifqa. Nima bo'ldi? Da'a. Yad'u asli nima? Yad'u. Bu harakat ig'ir kelgandan keyin nima bo'ldi? Yad'u bo'ldi. Tashattuq shunday-ku. Yad'u, yad'uwan, yad'una, tad'u, tad'uwan, yad'una, tad'u, tad'uwan, tad'una, tad'uina, tad'uwan, tad'una. Ad'u, nad'u. Da'wa masdar. Andigan da'in. Ism fa'il nima? Da'in. Da'inninki o'zgartirish holati asli da'i wun kelish kerak, shundaymi? Ramin bilan o'xshash. Masalan, da'i wun desak, bu harakat keldi deb tashattuqmi? Da'i bo'ldimi? Az da'iyun chiqish kerak, shundaymi? Da'iyun. Asli o'sma lekin miyada oldi ziroga chiqib da'iyun chiqish kerak. Da'iyun. Ya harakat keldi deb tashattuq da'i bo'ldimi? İki sakın çoğulaş deyimiz tanım bilen nimede ya da tashattuq ne bo'ldi? Da'in. Agar alif lam kelib qolsa deyimiz da'i. Da'in turli paqiya. Da'in, da'iyani, da'una, da'iyatun, da'iyatani, da'iyatun. Mad'uun. Bayatan marmiyun chiqqan-ku, bu mad'uun asli mad'uun. İşte bak geldik kirgizattık ne oldu? Med'uun oldu. Night yengil. Med'uun, med'uwan, med'uuna, med'uwatun, med'uwatan, med'uwatun. Xalas. Lam yad'u ahirgi vaqan aqetti. Şu sakin kildigan pillada naqis pillarninki ahirda kesalar chiqdi shundami? Shon tushib ketgan nima bo'ldi? Lam yad'u, lam yad'u, lam yad'uwa. لم تدعو لم يدعونا لم تدعو لم تدعو لم تدعو لم يدعونا لم تدعو لم تدعو لم تدعو قيد ربيا لم يدعو لم يدعو لم يدعو لم تدعو لم تدعو لم يدعونا لم تدعو لم تدعو لم تدعو لم تدعو لم تدعو لم تدعونا لم أدعو لم ندعو لا يدعو يدعو لما أخشش buyruq bilimi ud'u oxirgi kalimani tushib ketgan. Ya'ni sakinqa alamat bo'lsin deganingizni shundami? Ud'u, ud'a, ud'u, ud'i, ud'a, ud'una. Xolos. Liyad'u, 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 litad'u, litad'u, liyad'una. Li'ad'u, linad'u. La tad'u, la tad'u, la tad'u. La tad'u, la tad'u, la tad'una. La yad'u, la yad'u, la yad'u. La tad'u, la tad'u, la tad'u, la yad'una. La ad'u, la nad'u. Xolos. Ondan keyin qaysi fe'l? Radiya, yarda. Radiya deb o'tir sir o'qilgan vaqtda fa'ilaga o'xshash keladi. Ammo o'tir sir kelmay, zavar kelib qolsa, qanday bo'ldi? Ramaga o'xshash chiqadi. Esingizda bo'lsin. Radiya o'xshash. Buni turlash majasi shundaymi? Odatdagi fe'l o'xshashlar turlanadi. Radiya, radiya, radu, radiya, radiya, radu, radiyat, radiyata, radina. Radita, raditma, raditum, raditi, raditma, raditum, raditu, radina. Yarda. Yarda desek bu nimaga barobar emas? Yaf'aluhu nima emas? O'xshash emas. Shundami? Aslida nima chiqish kerak? Yardayu. Yarga tashabbus yarda yo'ldimi? Oldi zvar o'g'achqa nima o'zgartirildi? Alifqa nima bo'ldi? Yarda. Yarda, yardani, yarduna, tarda, tardani, yardayna. Tarda, tardani, tarduna, tardina, tardani, tardayna. Arda, marda. Andikin masdar ridaun. Yoki ridan yoki ridaun chiqadi. Razdin. Ism fa'il radin ashramin da'im bilan o'xshash chiqilishi bayatdan qildik. Radin, radi, ya'ni raduna, radiyatun, radiyatani, radiyatun. Ashuna o'xshash. Ondan keyin ism maf'ul mardiyun. Mardiyun, mardiyan, mardiyuna, mardiyatun, mardiyatun, mardiyatun. Fi'l jihat lam yarda. Nafi la yarda. Buyruq fi'l irda. Üçüncü şahs buyruq fi'l nima? Liyarda. Bulus buyruq fi'lchi la tarda. Turlash ahvoli bayatdan bilan rama bilan, ondan keyin da'a bilan nima o'xshash. Ana shuni tushunib olsak, bugungi darsga shu 3 fe'lga o'xshash fe'llarni bizga bugungi dars tushundirmoqchi. Undan keyin kichkina bir mazmun, bunda bir so'z birikmasi bor.
Mana ko'sta degan bir gap yo'g'irtilishindami, ashna arabchada deydi u. Arini. Asha gapni bilasan, masalan, arini kitobak, arini qalamak, arini yedak. Qo'lini ko'rsatda, kitobini ko'rsatda degandek. Shuni bilib olsak, bugungi darsdagi muhim nuqtaliq grammatikalar oxirlashi bu. Darsdagi nuqtaliq mazmunlar tushunishib bo'lgan bo'lsa, yangi so'zliklarni o'qib, tarjimasini bilib olaylik, ha. الكلمات الجديدة: العشاء، اليمين، اليسار، التحقيق، تناول، إله، آلهة، القمامة، قوم، الليل، النهار، تراب، أهل، صاحب، أصحاب، هدى يهدي، ممزق، طوى يطوي، أتى يأتي، تبع يتبع، وقع يقع. العشاء كشف تماق جماعة. أجر العشاء كبقصة قبتن degan ma'noda bo'ldi, ha. Al-yamin o'ng qo'l. Ba'zi o'ng tarafga ishlatilib qoldi, ammo o'ng qo'l. Al-yasar so'l qo'l. Ba'zi so'l tarafga ishlatilib qoldi. At-tahqiq tekshirish, tahqiqlash, tekshirish, tahqiqlash. Mana bir ishni qanaqalash, aniqlash degan ma'noda. Tanavul tamoq yeyish. Anikin tanavul tafa'ala babidan har qanday ishni qilishga bo'ladi. Masalan, suv ichish, tamoq yeyish, dars o'zlashtirish shundami? Bu ishlar ishlatga bo'ladi. Ilahun iloh, alihatun uning ko'ptiki. Al-qumamatu axlat. Qavmun qavm, millat, jamoat, yani yurt mahalla degandek ma'nolar. Al-laylu kecha, an-naharu kunduz, turabun tupa. Tuproq tupa. Ahlun birisi oila degan ma'noda. Yana birisi loyiq degan ma'noda. Yana birisi ahli degan ma'noda. Uch xil ma'nosi bor, ha. Sohibun igisi, do'sti, hamroyi degan ma'noda. Ashab uning ko'pligi. Hada yahdi to'g'ri yo'l ko'rsatdi, to'g'ri yo'l ko'rsatdi degan. Mumazzaqun jirtilib ketgan, titilib ketgan degan ma'noda. Ism maf'ul, ha. Mazzaqqa yumazziqu, mumazzaqun ism maf'ul. Yirtilib ketgan, titilib ketgan degan ma'noda. Tawa yatwi qatlidi, qatlavatdi. Qog'ozni qatlash, dasturxonni qatlash undami? Atayati keldi, kelyapti. Tabi'a yatba'u agashdi, agishyapti. Waqa'a yaqa'u tushdi, tushyapti. Bunda bir yerdan pok uchib ketish. So'zliklar tushunishli bo'lgan bo'lsa, dialogni o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib qo'ying. الدرس الثامن والعشرون. ماذا تفعلين يا بنتي؟ أكوي الثياب التي غسلناها أمس. أكويت القميص الأبيض؟ نعم كويته.
والقميص الأخضر لا لم أكوه بعد، سأكويه الآن إن شاء الله. والمنادل أكويتها، أمي كوتها في الصباح، أتريدين أن تقولي لي شيئا؟ نعم، إن زميلتي سلوى دعتني إلى بيتها هذا المساء، فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى بيتها بعد صلاة العصر. اذهبي وارجعي بعد صلاة المغرب. يا أبا محمد، تعال هنا وانظر، إن محمدا يجري على السلم، أخشى أن يقع. لا تجري يا محمد، تعال هنا. ما هذا بيمينك؟ أرني، ارمي هذا تراب. يدخل محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. جئت اليوم متأخرا يا محمود، ما السبب؟ شكوت اليوم أحد زملائي إلى المدير فطلبنا إلى مكتبه للتحقيق. لما شكوته؟ لأنه دائما يأخذ كتبي ودفاتري ويطوي أوراقها. ما هذه الحلاوة التي معك؟ أهدية هذه أم اشتريتها؟ اشتريتها لأنني أريد أن أدعو 3 من زملائي إلى بيتنا غدا، أدعوهم لتناول العشاء بعد غد، فسيكون عمك موسى أيضا معنا إن شاء الله. İbrahim'den kız bilen boğan diyalog ya. Kızım, nimiş kılıvatsız? Alayda mezmun yok. Ekvü thiyab elleti gaselnaha ems. Biz tünügün yuğan kiyimlerini dezmallavatımen. Kava yekvi. Biz bayat nügengen qaysı pilgı düşüdü, rama, yarmiği düşüdü. Şu noktada dikkat kılsak buldu. Ekavaytil qamisal abyad, ak köynekni dezmalladınız mı? Kavayti. Yani rameyti degendek ya. Naam kavaytuhu. Ha, dezmalladım. Vel qamisal akhdar, yeşil köynekni ço? La, lam akvihi ba'd. Yok, tehe dezmallamadım. Lam akvi. Xuddi lam armi degendek. Vodin kinki ya düşüp ketdi shundaqmi? Sakvihil ana inshaalloh. Una Alloh xolisa hozir dazmallayman. Wal manadila kawaytaha, lungulani chu dazmalladingizmi? Akawaytiha, yani ramaytiha degandek. Ummi kawatha fi sabah, apam ularni attigan dazmallagan. Kawat xud ramat degandek. Rama, ramaya, ramav, ramat degandek. Kawaya, kawav, kawata, kawayna shundaqmi? أتريدين أن تقولي لي شيئا؟ ما برنامج دمكتمو؟ يعني ما برنامج دمكت بلواتم سيز؟ يعني ديشنا أولواتم سيز؟ نعم. شندا؟ إن زميلتي سلوى دعتني إلى بيتها هذا المساء، فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى بيتها بعد صلاة العصر. سواقدشم سلوى مني أيسجا بجنكج chaqag'anti. Hazal masa bukesh degan gap, ya'ni bugunkesh degan gap uyg'ur tilidagi. Sizning menga uning uyiga berishga asr namozdan keyin ruxsat berishingizni umid qilaman. Bu jumladagi da'atni, da'a yad'udun chiqqan da'at bayt turlagan shundaqo. An qolgan jihatda bugungi darsga munosabatli grammatik uqumlar yo'q. İzhabi warji'i ba'da salatil maghrib. Berib xubdan namozdan sham namozidan keyin qaytib keling. Ya Aba Muhammad, hay Aba Muhammad, ta'ala huna wanzur, biqilib qarang. Inna Muhammadan yajri ala sullam, akhsha an yaqa. Muhammad shoti tepsida ketyapti. Tushib ketishidan ansirayapman, qo'rqyapman. Akhsha, khashiya, yaxsha, radiya, yardaga o'xshasha bayatni o'rgangan. لا تجري يا محمد. مغما تعال هنا بيخكل. ما هذا بيمينك؟ ما ديكي بي في ما نستعين ديكي تكي ديكي ماندا سنون قولون ديكي بو نيما أريني مان كرستا بايت من ديكي أريني ديكي بلشن داما مان كرستا إرمي بني إتوات رما يرمي دين شقان نمو بيروق بيل إرمي هذا تراب بو ديكي توبا. يدخل محمود كرواتو. السلام عليكم. وعليكم السلام. جئت اليوم متأخرا يا محمود. بugün kechikib keldim. Ma sabab? Sababi nima?
Shakawtul yawma ahada zumala'i lil mudir. Bugun savoqdashimning birini bir ustidan mudirga shikoyat qilgandim. Yoki shaka deganning ma'nosi qaranglar. Ning ustidan dattukish degan gap, ha? Yoki ning to'g'risi. Men savoqdashimning biridan to'g'risida mudirga qanaqa qilgandim, dattukkandim yoki shikoyat qilgandim. Yoki arz sungandim deganman. Shakawtu. Shaka, yashku, da'a, yad'u o'xshasha. Bugungi darsning grammatik uchida shaka, yashku, da'a, yad'u. Mudir bizni ishxonasiga chaqirdi, tashrish uchun, aniqlash uchun ishxonasiga chaqirdi. Talabani deganga bizni talab qildi degan gap shundami? Lima shakawtahu? Nimishqa uning ustidan arz qilding? Yoki uni shikoyat qilding? Shakawtahu. Xuddi da'awtahu degandek, ha? لأنه دائما يأخذ كتبي ودفاتري ويتوي أوراقها. Çünkü o davamlı kitaplarımni, defterlerimni elib, varaqlarını qatlaydı. Nişada yatwi, tava, yatwi. Nimga o'xshaydi? Rama, yarmiga o'xshaydi. Ma hazihil halawa allati ma'ak. Sen bilenki, yoki sen epkagan deganman-da, ma'aka degan gap sen bilenki bu taqliq turumlar nima? Hadiyatun haziya mishtaraytaha. Bu so'g'imi yoki uni sotib oldingmi? Ishtaraytaha, sotib oldingmi? Ishtaraytuha, sotib oldim. Li'annani uridu an ad'uwa salasata min zumara ila baytina gadan. Chunki men ata uyimizga savoqdashimdan 3 ni chaqirmoqchi bo'lyapman. Uridu, qilmoqchi bo'lishimdami, aytmoqchi bo'lish, o'ylash deganman. Undan keyin ad'uwa, da'a yad'udan chiqqan ad'u beshiga an kelganlik ishlam oxirisi qanday qotidi? Zo'r qo'lotidi. Ud'uhum litanawul al-asha ba'da gad. O'g'illikka kechki tamoq yeyish, ularni o'g'illikka kechki tamoqqa chaqir. Tag'am Musammo biz bilan bo'ladi, Alloh xolisa biz bilan birga bo'ladi. Sayakunu. To'yib. Tegiz tushunishga bo'lgan bo'lsa, mashqni bir qor aslab bitib ketaylik, ha? At-tamrin al-awwal, birinchi ko'nikma. Tundagi savollarga javob bering. Shunga o'xshash savollar dialogning mazmuni asoslangan bo'lg'achqa buni kelagi darsda ishlaymiz. Birinchi mashqni, ha. Ikkinchi mashq. Hazihi amsilatun lil fi'li al-mu'talillah. Ya'ni tundagilar lam kesal harflik pillarning misollari degani biz bugun o'rgangan naqis pillarning nimalari, misollari. Birinchisi fa'ala yaf'ilu babidan. Kawa yakwi, masha yamshi, jara yajri, rama yarmi, baka yabki. İkincisi fa'ala yaf'ulu bablaridan. Da'a yad'u, shaka yashku, tala yatlu, maha yamhu, afa ya'fu. Da'a yad'u chaqirdi, shaka yashku ustidan arz qildi, shundami? Tala yatlu tilovat qildi, maha o'chirdi, afa afu qildi deganman. Üçüncü mashq. Ta'ammal al-amsila, thumma uktub al-mudari' al-marfu' wal-mudari' al-majzum wal-amra min al-af'al al-atiyya. Misallarni o'ylanib baqing, ondan keyin tundagi pillardan fash o'qilgan mudari, sakun o'qilgan mudari va buyruq bilan yozing. Biz bayatni chiqib o'rgandik qo'shindag'i. Masalan, misollar qarab baqaylik. Bakada nima chiqadi? Yabki, asas nima? Yabkiyu. Nima bo'lib yabkiyu qolganini bayatni so'zildik. Lam yabki oxirisiga qanday ketdi, tushib ketdi. İbki qanaq ketdi, tushib ketdi. Shu asosda qolganlarini chiqarib baqsaq, masalan, jarani chiqarib baqsaq, jara yajri, lam yajri, ijri shundami? Aslidagi tirnoqnosiga so'zga qaranglar. Lemi kesal harflik pilning lamning udrustiki harf mudori majzumda va buyruq pilda qanaq qilinadi, tushib ketdi, tuhsab, tashlanib ketdi. Bu nuqtani bayatni so'zlab bo'ldim. Men oldiga lam kelgan pili jihatda shundami? Qanaq ketdi, tushib ketdi. Buyruq pili tushib ketdi. Undan keyin nehili tushib ketdi. To'rtinchisi, tuandikilarni o'qing. Talibi asosliq mushu jumlalarning ichidagi bugun o'rgangan al-fi'lul mu'tallul lam, ya'ni lam kesal harflik pillar, ya'ni naqis pillarning misollari bo'lib qolsa, mulohiza qilgan tushunilmoqchi. Masalan, bana Ibrohim alayhisalom al-Ka'ba, Ibrohim alayhisalom Ka'bani sağgan desak, bana yabni shundami? Qaysi babdan fa'ala yaf'ulu babidan nimaga tushadi? Rama yarmiga tushadi. Shu bo'yicha qolganlarini ishlasak bo'ladi. Beshinchi mashq, misollarni o'ylab baqing. Undan keyin
Töndeki pillarınki pil mudari marfu, mudari majzum buyruq pillerini yezib chiqing deydi. Yani demakchi bo'lgani qaysi babdan fa'ala yaquludan chiqarilgan naqs pillarni yezildi olmaydi. Da'ayat o'rnigandiqo. Masalan biz qarab baqsaq, shaka yashku asli nima yashku lam yashku oxirgi o'chib ketishadimi? Ushku oxirgi o'q qanaq ketdi, tushib ketdi. Mush nuqtaga diqqat qilsak, qolgan jihatda qiynalmaymiz. Oltinchisi töndigilarni o'qing. Yana töndigi jumlalarni o'qib, jumlalar ichidagi bayatanga o'xshash pillarni, ya'ni naqs pillarni tep muloyiza qilsak bo'ladi. Masalan, birinchi misolni o'qib baqsaq, shakani zamili lil mudarris va ana shakawtuhu ila al mudir. Savoqdishim mening ustimdan o'qituvchiga arz qildi. Men uning ustidan kimga arz qildim? Mudirga arz qildim. Meda shakani shakawtuhu ishkilisi qaysi bildan rama yarmiga o'xshaydi. Shakani. Undan keyin nima? Shakawtuhu. Yettinchi mashq tövendeki pillarni üçüncü shaxsga, ondan keyin birinchi shaxsga bog'lang. Asli degan isnod qiling bog'lang. Misolda ko'rsatilgandek, masalan, baka, amini bakat, ana bakaytu deyishindami? Bu asos turlang degan gap qo'shindaqo. Bu turlab bo'lganga boya baka, bakaya, bakao, bakat, bakata, bakayna, bakayda, bakaytuma, bakaytum, bakaydi, bakaytuma, bakaytum, bakaytu, bakayna. Am tövendeki bakadan tatib hamid da'aqish pillarning hammasi ya bilan turiladigan pillar. Masalan, kava, kavaya, kava, kavat, kavata, kavayna degandek-chu. Da'aning aslindagilar va bilan turiladigan pillar. Masalan, da'a, da'ava, da'av, da'a, da'ata, da'avna deb va bilan. Va qolganlarini shu bo'yicha turlab baqsaq bo'ladi. Tendagi savollarga lamni ishlatib bulusiz javob bering deydi. Masalan, abakatif kichik bola yig'ladimi? Buningga yig'lamadi desak bu. Deymiz lam yabki. Atif. Lam yabki. Kapning keyindagi ya qanaq bitadi, tushib ketadi. Shu asosda qolganlarga javob bersak bo'ladi. 9-mashq. Tırnaqning lay nahiyani, bulusiz buyruq pilning lasini tırnaqning o'tirdagi pilga her cümlenin aldığı da tüp kirgizin değil. Andan keyin şuna cümlenin to'liqni. Her cümlenin aldığı tırnaqning ichidagi la'ni aldığı nimani kirgizib, pilning ichiga la'ni kirgizib aldığı qo'ydik. Masalan, ni ilal mudir ya ustoz debdi. Tashku debdi shundaqo. Aldığı la'ni birini qo'ysak nima bo'ldi? La tashku bo'ladi. To'g'rimi? Xato. Lay nahiya kelsa oxirisiga qanaq ketdi, tushib ketdi. Nima bo'ldi? La tashku. Kapning oxirisiga qanaq ketdi, tushib ketdi. La tashkuni ilal mudir ya ustoz. Meni mudirga qanday qilmang, arz qilmang. Ikkinchisi masalan la tabni deb ya kiranda yo'q. Ya qanday qildi tushib ketib la tabni al masjid fi hadha ash-shara. Bu ko'chaga masjid sammang. La tabni ismingda bo'lsin. Endi qayda deb qo'yay? Naqis billarning oldiga lam kelib qolsa, nehining las kelib qolsa va har qanday bir fil mudorni sakin qilgan vas kelib qolsa, oxirdagi kesal harf qanday ketadi, tushib ketadi. Buyruq bildimi qanday ketadi, tushib ketadi. Shuni o'qib tushunsak bo'ldi. Qolganlarimizni ishlab boqaylik. Tendikilarni o'yinib boqmakdan tushib ketgani ko'rsatadi. Biz masalan nasiya, yansa, xashiya, yaxsha, baqiya, yabqa. Shunaqo hammasini oldiga lam kiyib qanday qildi? Lam yansa, lam yaxsha, lam yabqa oxiriga tushib ketdi shunaqo. Undan keyin insa, ihsha, ibqa deb oxirisi qanday ketdi, tushib ketdi. Mujnoqni tushunsak ham bo'ldi. 11-mashq tuandikilarni o'qing. Ya'ni bayatdan qarang fa'ila yaf'alu babidan bo'lgan naqs pilla bo'lib qolsa tahlil qiling demak. Masalan, birinchisini o'qib baqsaq, abaqiya min at-ta'ami shay'un la lam yabqa minhu shay'un. Tamoqdan bir narsa qoldimi? Baqiya shundaqo. La lam yabqa minhu shay'un. Yo'q, uningdan hech nima qolmadi. Lam yabqa. Lam kelibdi oxiriga yaqinlab ketdi, tushib ketdi. Shu nuqtani diqqat qilsak bo'ladi. 12-chi tendagi masha degan fe'lni zimirga bog'lash deydi. Demakchi o'g'ini turlang demakchi. Masha, mashaya, mashav, mashat, mashata, mashayna. Mashayta, mashaytuma, mashaytum, mashayti, mashaytuma, mashaytuna, mashaytu, mashayna. Uni turlab bo'lgan boya. Mashaning o'zini turilmagan bo'lsa, bu nimani turlab bo'lgan? Rama, yarmin turlab bo'lgandan keyin nisab degan gap.
13-si yemshini pillaga qanday qiling, isnot qiling. Ya'ni turlarni aytadi. Yemshi, yemshani, yemshuna, tamshi, tamshani, yemshina, tamshi, tamshani, tamshuna, tamshina, tamshani, tamshi, amshi, namshi. Va qolganlari o'xshash. Mashadin buyruq bilni tuandagi damirlarga qanday qiling, isnot qiling deydi. Ya'ni turlab chiqilmoqchi. Imshi, imshiya, imshu, imshi, imsha, imshina. Turlab bo'lgan-ku. 15-si nasiyan turlang, 16-si yansan turlang, 17-si nasiyan buyruq bilan chiqib turlang, 18-si da'ani turlang, 19-si yad'uni turlang, 20-si da'adan buyruq bilan chiqiring deyotdi. Bularning hammani biz bayatning qanday qilib bo'lgan, turlab chiqib bo'lgan shundaymi? Yana bir qitim tafsili turlab chiqarsak bo'ladi. 21-chi mashq o'qituvchi o'quvchilarning har biriga arini degan so'zni ishlatib, har bir narsaga deydi. Masalan, arini kitobak, arini sa'atak, arini lisanak deb. Nima degan gap desa, arini kitobak, kitobingni ko'rsat. Arini lisanak, tilingni ko'rsat. Sen kasalmi, saqmi degandek shundaymi? Mushu bo'yicha mashq qilsak bo'ladi, ha?